Evi rahmat aka, pullarimiz ko'p bo'lsin. Bundan keyin qo'ylar so'yib, to'ylar qiling. To'ylaringizga ulug'bek yo'lchib. Hammani ayting, Alloh akbar. Pulim yo'q desa ishonib o'tiribdi. Bugungi planimni men Evi artist bachalar-ku. Bachalar. Assalomu alaykum. Qanaysizlar, yaxshimisizlar? Voy, qoshlaringizni qarovligini qarang, aylanib ketay. Siz ana qiz bilan chiqasiz, har doim yig'laydi, xiyonat qilasiz, tashlab ketadi. Ey Sharmanda, siz yaqinda to'yingiz bo'ldi. Biz sizni aniq oilaviy mahalla bilan ko'rdik, borku. Xudoingiz ko'rinmaydi, qarachadan kelgan bir menga o'xshagan qizcha edi. Maqsadga o'tgan gaplashyapmiz, ko'rmayapsanmi? Ha, aytgancha, xudo yo'liga sadaqa. Yo'q pul. Qanday pul yo'q? Xullas, bezgazga ham, sigaretga ham pul yo'q. Bor, ket, yuray. Moshina bor, pul yo'q. Agar mana shu bachalardan pul ola olmasam, shalo otimni balo qiyaman. Lekin bugun konsertga borishimiz shart. Yo, sizdan qutulib bo'ladimi o'zi? Sigaretga ham, suvga ham pul yo'q-ku. Plastikka oldik. Qanaqa plastik, kartasiga tashab berdik. To'g'risini aytaylik, hamma yo'g'imiz kredit biza. Dash suyanib turgan mashinangiz ham kirdi, tushundingizmi? Shuni aytdi, kuchuklar, o'zingcha mana bu yerda menga o'zing ko'rsatasan, chochingni ko'tarib olib, akkuratni kiyib olib, onangni o'rtog'imman meni sansiraysan, ha? Yirtib tashlama, yana bir marta oyog'im tagiga chiqib ketsan, senlab tushunlaringmi? Baxtli ko'rsasan, o'zingcha xotiningga gul olib kelasan, shokolad olib kelasan. Sigaretga puling yo'q ekan, o'lik yo'lingdan